Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugun sizlar bilan to'garak darsimizda murabbo tayyorlaymiz. Darsimizning maqsadi mevalardan murabbo tayyorlash haqida ma'lumot olamiz. Murabbo tayyorlash yo'llarini o'rganamiz. O'rganganlarimizni hayotda qo'llay olamiz. O'quvchilar, uy sharoitimizda anjirli murabboni tayyorlaymiz. Murabbo tayyorlash uchun 1 kilogramm anjir, 4 stakan shakar, 2 stakan suv kerak bo'ladi. Qozonimizni yaxshilab yuvib olib, 4 stakan shakarni solib olamiz. Solganimizdan so'ng 2 stakan suv qo'yamiz. Suv qo'yib, gazga yaxshilab aralashtirib turib, gazga qo'yamiz. Shakar erib olgandan so'ng anjirlarimizni birin-ketin solamiz. O'quvchilar, endi gazga qo'yamiz. O'rtacha past olovda 1 soat qaynatamiz. Qizil rangga tusga kirguncha qaynatib pishiramiz 1 soat davomida. Pishgandan so'ng qizil rangga kirib qoladi. Tayyor bo'lgan murabbomizni idishlarga solib, dasturxonga tortamiz. Agar berkitadigan bo'lsangiz, tayyor yuvilgan bankaga solib berkitishingiz mumkin. Endi o'quvchilar, uyga vazifa behidan murabbo tayyorlash.